Imkoniyatlar cheklangan bir paytda birovdan moliyaviy yordam so'ramay muvaffaqiyatga erishishni istaysizmi? Kawasaki uslubi orqali atrofdagilarni hayron qoldirishni-chi yoki Steve Jobs know-howlaridan hech bo'lmasa bir qismini o'rganishni istamaysizmi? Nima uchun ularning bu boradagi oltin maslahatlariga rioya etmaymiz? Masalan, Jack Ma, Mark Zuckerberg yo Steve Jobs bular mashhur dunyoda eng katta biznesmen emas. Umumiy ularning belgilari va sifatlari bular ishini o'sha qilayotgan ishini juda chuqur mutaxassisi bo'lganligi. Cheklangan resurs hisobiga cheklanmagan ehtiyojlarni qondirish mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Men bitta narsa aytaman, cheklanmagan resursga ham cheklangan ehtiyojni qondira olmasligimiz mumkin. Siz uchun eng zo'r biznes adabiyot? Men uchun eng zo'r biznes adabiyot, men o'ylaymanki, shu biznesmenlarni kimdir hayotini xolis tahlil qilib beradigan adabiyot. Biznes adabiyotdagi yangiliklarni o'tkazib yubormaganingizga aminmisiz? Buni albatta tekshirib ko'ring.